Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar, qadrdonlar, yaqinlar. Bugun biz mana bugungi kun sanamizda 7-mart 2025-yil juma kunida turibmiz. Hammalaringizni juma ayyomlaringiz bilan tabriklaymiz. Bugun mana Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan klientlarimiz kelishdi. Yuklarimizdan olishdi, to'sin olishdi. Xudo xolasa yana ko'pgina narsa olishdi. Qadrdon klientlarimiz bor edi, aloqaga chiqishdi. Ishlarini chiroyli qilib bitkazib beryapmiz. Mana o ikkinchi Isuzu'ga ham yuklaymiz. Kuzatib borsalaringiz, xudo xolasa chiroyli material berganmiz. Kimga shunaqangi yana material zarur bo'lsa, ikkilanmasdan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringiz chiroyli qilib, tekis qilib bitkazib beramiz inshaalloh. Vodiy ichi dastlabki 10 milliondan yuqori 15 million 20 millionlik yuk olganga bepul bo'ladi mutlaqo. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor, kelishilgan holatda, xudo xolasa. Zakaz beraverasizlar, 3 metrdan tortib 6 metrgacha uy to'sinlarimiz bor. Muammosiz xudo xolasa inshaalloh bitqizaveramiz. Mana ikkinchi Isuzu'miz ketyapti mana. Ikkinchi Isuzu 6 metrlik to'sin yuklanyapti bunga. O'ta ham go'zal mana chukotlari bir xillar. Bunaqa to'sinlar har doim ham bo'lavermaydi. O'ta ham go'zal holat. Uzunligi 6 metrlik. Mana yuklayotgan holatlar. To'sinlarni qaranglar, nihoyatda go'zal. Va xushorlaslar 6 metrlik pulini aytib o'tamiz, 220 ming so'mdan bo'ldi. O'ta ham go'zal holat ama puliga yarasha narsa. Manzillarimizni aytib o'tib ketamiz. Yana biri bor, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Manzilimiz shu ekrandagi nomer. Lokatsiyalarimiz bor, telegramlarimizdan aloqaga chiqib manzilimizni tushuntiraveramiz. Agar kelmoqchi bo'lganlar Marg'ilon shahriga kelib aloqaga chiqsa, shu ish yurituvchi bazamiz bor, olib kirib ishlarini nasib qilgan bo'lsa inshaalloh bitkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab barcha nuqtalarga xizmat ko'rsatamiz. Ikkilanmasdan aloqaga chiqaverasizlar. 6 metrlik boy to'sin yuklanyapti. Puli 220 ming so'mdan bo'ldi. Mana 3 kishi olinyapti. Kanalimizga chiroyli like bosib qo'yasizlar. Shu videoyimizga tarqalishi uchun o'ng tomon podpisatsiya knopkasini bossalaringiz obuna bo'lasizlar. Biz shunaqangi kiritib borayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Videolarimiz tarqalishiga sababchi bo'lib ancha xursand qilgan bo'lasizlar. Aslida 15 ta bo'ldi. 15 ta bo'ldimi? Bolalar sananglarchi nechta bo'ldi? 5 metrlik to'sinlar. Yettasini aka, olttasini baqa qo'yadi, bir tomon yuklar qo'yadi. Xo'p. Bir tomon.
Baquvvat zo'r boy to'sinlar. Uzunligi 5 metrlik bo'lgan holat. Bir xil holatlari juda ham zo'r, uyga tashaladigan boy to'sin. Pullari 160 ming so'mdan bo'ldi. Tomonga oltirib, tomonga yetkazib, 140 ming so'mdan ketaveradi. 200 minggacha bo'lgan holatlari bor. Ikkilamasdan aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. Katta kichikligiga qarab, holatiga qarab gaplashaveramiz. Xushroq bo'lamiz. Mana vassalarimizni yuklaymiz hozir mana 300 kvadrat vassa bo'ldi. Ikkalalariga bo'lib berib yuklaymiz. Garbel vassa bo'ldi, kvadrati 18 ming so'mdan bo'ldi. Ro'zoy aka mana shu yerdalar, mana Ro'zoy aka. Qo'lingizni ko'tarib bering aka, ha? Aka, ha. Shu o'zimizni vodiy ichida Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon shu. O'zimizni vodiy territoriyaga yukmoqchi bo'lsalaringiz shu Ro'zoy aka aytsalaringiz taklif beradilar chiroyli qilib. Olaverasiz aka. Taklif bergan aka, xudo xolasa xizmatlarini bersa. Garbel vassalarimiz o'ta ham go'zal chiqqan holat. Mana bunga yuklandi mana. Ikkinchi mashinamizga yuklaymiz endi. Biz hozir bunaqa yuklarni 2019-yildan beri chiqarib kelamiz. 2018-2019-yildan beri ish yuritamiz. Shu gruppamizni ochganimiz sabab shunaqa yuritib, shunaqa kiritib turibmiz yuklarimizni. 2019-yildan beri ishimizni shunaqangi yuklar bilan yuritib kelamiz shu kungacha. Kimga yana shunaqangi material, shunaqangi chiroyli narsalar zarur bo'lsa, ikkilanmasdan aloqaga chiqaverasizlar.
behijolat.